Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizning kanalimiz obunachilar, bizni kuzatib o'tganlar. Bizdan yana yangilik. Mana bunday somsalatliklarimiz tayyor bo'ldi, mana ko'rishlaringiz mumkin. 220 ga ishlaydigan somsachi akalarimiz uchun juda kerakli narsa. Va bu nima sababdan kerakli deganlar uchun bu somsa qish kuni tandirda sovuq qoladi. Keraksa yozgi kunda ham sovuq qoladi. O'shani oldini olish maqsadida biz somsalatlik tayyorladik. Tentli qilib tokka ishlaydi bu 220 tokka. 1,5 kilo tok sarflajat bo'ladi 1 soatiga. Xo'p, bunimizni afzalliklari shu somsani uzib qo'yadigan tandirdan. Mana bu somsa latokcha terib qo'yadi va mana bu yerda mana graduslik bor. Shuni yoqishingiz bilan mana qizil chiroq yonadi. 50 gradus, 100 gradus, 150 gradus, 200 gradus, 300 gradusga ko'taramiz behijolat bemalol qish kunida. Yozgi kunida endi 50, 60 qo'yib qo'yamiz. Va bundan katta kichik qilib tayyorlaganmiz. Mana bunisi kattasi 200 ta somsa oladi. 200 ta osham oladi kerak bo'lsa. Bunimiz 100 ta 150 taga mo'ljallangan. Bularimizni ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunday oyoqli qilib tayyorlab qo'yganmiz. Mana oyoqlari, setkalariga hamma yo'g'i tayyor. Komplekt holatda o'sha buni kabinlariga do'l. Bularimizdagi narxiga keladigan bo'lsak, 1 million so'm kattasi, 800 ming so'm kichkinasi bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa tayyorlab chiqarib beramiz. Qo'shni davlatlarga ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilib chiqarib beramiz. Bularimizni dastlabkasi отдельно pul bo'ladi. Bez dastlabkasi отдельно pul. 1 million so'm kattasi, 800 ming so'm kichkinasi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol zakaz beraverasizlar. Cheklanmagan miqdorda xudo xolasa tayyorlab berishga harakat qilamiz. Magazinchilar ham biz bilan mabodo olib sotmoqchi bo'lsa, magazinchilarga ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'proq qilib kelishilgan holda tayyorlab chiqarib beramiz. Va mana bunday obratga samovarlarimiz, Trenddagi obratga samovarlarimiz, bularimizni hozir zakaz tushgan Qashqadaryoga, Surxondaryoga va qo'llaydiganlarimiz chiqarib yuboramiz. Bularni ham hozir ko'rishlaringiz mumkin. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, 1.5 ligi 2 million 600 ming so'm dastlabkasi ichida. 1.5 qalinlikda bo'ladi. Qalinligini ko'rib turibsizlar. 80 litrli va mana bunday jumraklariga qo'yib komplekt holatda tayyorlab chiqarib beradi. Mana shu holat komplekt holati. Qo'lingizga yetib boradi xudo inshaalloh. Bunimiz 1.2 tinkalik. Bunimizning narxi 2 million so'm. Bu ham dastlabkasi ichida O'zbekiston bo'ylab. Qo'shni davlatlarga tamojnini oldiga olib borib beramiz va u yoqdan o'zlari o'tib olaveradi tamojnidan. Agar yo'q bizga tamojni o'tib beringlar desa, albatta beramiz, lekin ustiga pul minadi. Nimagaki tamojnidan o'tishda baribir tamojni skratlarda pul olyapti. O'shaning uchun jini pul qo'shilyapti ularga va mana bu qo'lib bergan rakoynamiz. Bunimizning narxi 1 million 100 ming so'm. Bu ham narxi biz dastlabkasi отдельно pul bo'ladi. Agar samovar bilan birga qo'shib oladigan bo'lsa, dastlabkasi qilib egalasini tayyorlab chiqarib beramiz. 1 million 100 ming so'm narxi. 4 ta kraynikni plastik ekrandan qo'yib qo'yganmiz va shu moshinesida mana nima sinmaydi. Hech qanaqasiga ko'rishlaringiz mumkin. Va mana bunday ichida zuhralariga qo'shib beriladi, teshiga plastik qilib qo'yiladi. Bunimiz yig'iladigan varianti. Bemalol yig'iladi mana. Shunday o'g'irlar hamma yo'g'i yig'ilib ixcham holatga keladi. Qo'lib yeydiganimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol zakaz beraverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Kelgancha xudo xolasa inshaalloh hammalarga tayyorlab chiqarib beramiz. Videomiz kimga manfaat va yoqqan bo'lsa bittadan mo'shti like emaysizlar, kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizda bundan yana yangiliklar xudo xolasa ko'paytiramiz. Xalqqa kerakli bo'lgan yangiliklardan xudo xolasa harakatini qilyapmiz inshaalloh qo'ldan kelgancha. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni manzillarimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Cho'l qishlog'idan bo'ldi. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar.